15 millionga yaqin o'zbekistonlikning shaxsga doir ma'lumotlari tarqab ketganligi aytilmoqda. Bu nima degani? Bu degani hakerlar sizning mana shu shaxsga doir ma'lumotlaringizdan foydalangan holda nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirishi yoki plastik kartangizdagi pullarni yechib olishlari, mana shu kabi moddiy zarar yetkazishlari mumkin. Siz ham mashinniklarning qurboniga aylanishni xohlamasangiz, zudlik bilan MyGo ilovasiga kirib, o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zgartirib qo'ying. Shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirish uchun MyGo ilovasiga kiramiz. Bu yerdan profil bo'limiga o'tamiz. Sozlamalarga kirib turib, xavfsizlik bo'limiga o'tamiz. Xavfsizlik bo'limiga faqat Face ID orqali kirish mumkin. Birinchi o'chirda aynan shu bo'limdan pin kodni o'zgartirishga kirib turib, o'zgartirib qo'yamiz. O'zgartirganimizdan keyin ulangan qurilmalar bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu bo'limda sizning telefoningizdan boshqa qurilmalar ulangan bo'lsa, barcha seanslarni to'xtatish bo'limini bosib turib, hammasini chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Mashinanglar hattoki sizning nomingizga kredit olib qo'yishi ham mumkin ekan. Shuning uchun zudlik bilan MyGo ilovasi orqali kreditni rasmiylashtirishni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar bu video sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimda yozib qoldiraman. Telegram kanalimning silkasini profil shapkasidan topsangiz bo'ladi. Ogoh bo'ling. Yana bir eng muhim jihati bu va mana shu kabi ogohlantiruvchi barcha videolarni tanish, notanish hammaga yuboring toki ko'proq odamni ogohlantiraylik va bu orqali kamroq insonlar zarar ko'radi.